Turkmen bozorida kiyim-kechak narxlari hozir sizlarga bir chetdan ko'rsatib boraveramiz. Bu Turkmen bozori Shovot, Tojovuz chegara postida joylashgan bo'ladi. Qani kelamiz, qani narx-navon chiqib o'tibdi endi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, nechsiz? Shusiz. Qani duvoykalar, kiyim-kechaklar narxlarini bir chetdan ko'rib olsak, obunachilar uchun. Mana yangi tovarlarimiz keldi mana. Katta razmerlarimiz mana. Usti pastlari. Plus desang, bular nechadan bu tutdi bu? 130 mingdan. 130 ming so'mdan duvoykalar. Razmeri sizga bo'ladi. Eng kichkinasi. Boshqa svetlari bormi yoki shundanmi? Ortingizda mana. Bular-eng. Ha. Katta yoshdagilar. Juda katta razmerlar. Keyin mana bular bor. Shortilar keldi, yangi. Shortlar bor-eng, Ha. shortki bor. 110 mingdan bular. Bular 110 ming so'mdan ekan. Bular qarni katta akalarimiz edi-ku ishlar Tovar zo'r ekan. 130 dan. Ha. Yuqorida 130 dan ekan. 130 danmi? Bani zo'r ajoyib. Yoshi ko'pincha 35-40 yoshdagilar, 50 yoshdagilar zo'r yoshadi. Kattadan. Shu mana bular keldi mana. Bilaman. Chiziq, xolos. Bular nechadan bo'ladi bular? 165 ming. 165. Sportivkalar obunachilarimiz yana. Usti pastlari. Bu yana xudo xolasa bir oydan sezoni boshlanadi. Keyin mana bular keldi mana yangi mana. Bular 130 mingdan. 130 dan. Ranglari ham bor, razmerlari, sifatlari zo'r. Bambuk Tovar material. yumshoq qana. Paxtang. Bambuk keladi, ham paxta ham aralash. Bu firmani adimi? Ha, Aura brendi. Bu nechadan bu? 130 mingdan ishlar. Hammasi ham. 130 hammasi. Tovari zo'r ekan. Yana. 130 ming so'mdan. Svetlari bor ekan. Svetlari ham bor. Yana xudo xolasa. Yana. Bu ham 165 Bam ming. zo'r ketadi. 165 mi bu? Ha. O, siz Usti pasti. Yana bu shu nala futbolkalar tovari zo'r ekan bular. Hajjat yesan, issiq o'tirmaydi. Nechadan bular? 30 ming so'm. 30 ming so'm. 30 ming so'm. 30 ming. Skitchi. Zo'r ekan degan tovar. Tovari zo'r. Trikolar ham keldi Mana razmerlar. renglari bor ekan. Yana. Trikolarni ko'raylik qani? Mana trikolar. 50 mingdan yangilar keldi. 50 ming so'mdan. Ha. Bambuk materialda. Yumshoqqina, ajoyib. Leon bormi? Ha, Leonlar ham bor. Leon. Uni skidga tushdi 75 mingga. Leonnimi? Mana Qani? Leonlar 75 ming. Bular 75 ga tushibdi yana. Leon 75. 75. Shuni ustini ham olib kelsangiz bo'lsa usti. Ustimi? Ha, ustini ham olib kelishadi. Leon tovar. Ko'p so'raydilar. Yana bunday ranglar. 75 4 ta rangga bor uni. Hozir sezonida u. Yana. Yana. Yana bunday ranglar ham kelibdi yana. Yana qora svetlari. Qarasi kerak bo'lsa olmasa 50 mingdan bu. 50 ming so'mdan bu. Bom zo'r ekan lekin. 50 ming so'mdan chalburda giyib yurasizlar. Hazzatir. Yumshoq. Bular nechadan bo'ladi bular? 80 ming. 80 ming so'mdan. Bu ikkalar. Endi keladi. Kuzgilari yengil yillar kelib boshlashlar. Mana bunda bor yana. Niye bir narsa shu. Bular ne? 80 ming ular ham. Hammasi 80 ming so'mdan. Yana. Demak, do'stlarimiz, Tamojniy bozorida, Turkmen bozorida narx-navolar, kiyim-kechaklar kemaga bera keladigan bo'lsangiz, kiyim-kechak olaman deb birgan bo'lsangiz, Optimga ham bor. bugungi narx-navoni ko'rsatdik. Optima ketading. Ha, bor. Hamma narsa Optimga bor. Opshi masalan, bu yerdan olib turib, Optim olib sotaman deganlar uchun, olib o'taman deganlar uchun Optim narxlarda bu yerda aytilgan bahodan qaytib beradi ekan. Do'stlarimiz, bemalol kelishingiz mumkin. Telefon nomeri 36. ikkinchi etajga chiqasizlar, 36-do'kon ina. Go'stali. Mana bu yon tarafda. Ina. Aura firmasi.